Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylari obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri Qorag'o'y mahallasiga qaruvchi, ya'ni o'sha ko'pchiligimiz 6 sotixlik kottej kerak, 6 sotixlik kottej kerak deb ko'p murojaatlar bo'lyapti, lekin afsuski hozir kecha kunimizda aynan puli to'langan 100% kredit umuman yo'q, kottejlarni topishni o'zi qiyin bo'lib qoldi. Umuman olganda o'zi kreditli narsadan hozirgi kunda ko'pchilik qochyapti. O'sha kimnidir nomida uy yoki kimnidir nomida texnika, mashina bo'ladigan bo'lsa, olish problema bo'lib qoldi. Hozirgi zamonda o'zi aka-ukalar bir-biriga ishonmagan zamonda begonalar umuman ishonmayapti. O'shaning uchun aynan tayyor 6 sotixlik kredit 100% to'langan notarialni birdan pul sanaladi o'tkaziladigan holatdagi uyimiz. No, endi uyimizni ahvoli baribir olgandan keyin remont qilinadigan holati bor-ku, lekin baribir o'sha bugungi kecha kunduzga o'sha narx navosi to'g'ri keladigan bitta 6 sotixlik kottej topib qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, qo'ni qo'shnilar juda ham yaxshi, samimiy insonlar, hammasi o'zi ziyoli, yaxshi ko'chada joylashgan. Umumiy maydoni 6 sotixdan iborat. Xohlasangiz o'zi asosan proyektda 4 ta xona, lekin umuman 5 ta 6 ta xona qilsa ham bo'ladigan holatdagi uy. Telefon raqami 93 951 85 95 raqami aynan mana shu reklama bo'yicha informatsiya beriladigan raqamimiz mana shu. Oxiri 85 95 raqamiga bemalol telefon qilaverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverishimizda ko'rib turganingizdek, bu uyni olgandan keyin 6 sotixlik kottejlar bitta tomoni yoqadi menga. Olgandan keyin proyektni bo'y tomonlama o'ynatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu yerda yopib tashlab, nafingizni tepasini uy qilib olsa ham bo'ladi. Xo'p, endi ichkariga kirishdan oldin tashqari tomonni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, tashqari tomonimizda ham agorot hozirgi kecha kunduzda agorot umuman deyarli kerak emas. Deyarli hech kim ishlatmaydi. O'shaning uchun mana bu tomonlarni ham aytib o'tganimdek, xohlasangiz bu tomondan, xohlasangiz mana bu yerdan bemalol polnisini mana bu yerda ko'p kottejlarimizni mana bu yerga yopib bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu 6 sotix kottejlar mana bu yerni yopib, pol qilib, kerak bo'lsa mana shu kirib chiqadigan xod qilib, bu yerdan bitta xona sifatida foydalanib kelinmoqda hozir. Xo'p, endi oldi tomondan kirib o'tamiz. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Aynan bu uy sotish uchun emas. O'sha aynan bu uyni olgan odam o'sha hamma o'sha kreditga berilgan payti aynan bu odam o'sha qurilishni tepasida bo'lib, o'zim spetsialniy yashayman, o'zim istiqomat qilaman deb juda ham foydali fundamentlarni mustahkam, podvolni ham qilgan ekan, podvolni ham chuqurgina ekan. Xo'p, endi kiraverishda bu yoqda har doimgidek oshxona. Endi lampochkalarni yoqqan bilan foydasi yo'q ekan. Endi baribir remont talab. Bu endi hozir ko'rib, hey, ro'larishlaringiz mumkin, lekin baribir remont talab. Aytganimdek mana bu yerda bitta xod bor kirib chiqishga. Endi mehmonxonamiz mana bu. Ko'p o'sha nimalarda ko'rganmiz, kulchatorlar pastda bo'lar ekan. Ko'p nimalarda ko'rganmiz, mehmonxonalar mana shu yerda joylashgan. Aytib o'tganimdek, podvoli ham juda ham chuqur. Endi hozir qayerdan tushishni bilmaymiz. Xod qayerdan tushdi. No, uyda egalaridan so'rasanglar topib beradi, lekin juda ham chuqur qilib ishlab chiqarilgan deyapti. Proyekt ko'rib turganingizdek, mana tashqariga qaragan rom katta keng xonalar. Mana bu mening uchun yotoqxonasi bo'lsa kerak. Ikkita rom tashqariga qaragan romga ega, ko'cha tomonga. Sanuzel. Sanuzelimiz ham hozirgina charchagan holatda ekan, lekin remont qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, endi narx-navolarini tushuntirib o'tamiz. Qisqa va lo'nda chiroyli tushuntiradigan bo'lsak, lokatsiyasini yana bir marta aytib o'tamiz. Ishtixon shahri Qorag'o'y mahallasi, qabulxonasining orqa tomonida joylashgan 6 sotixlik umumiy maydoni, proyekt bo'yicha 4 ta xonaga ega, lekin aslida olganda bemalol bu yog'i yana dars davom ettiriladigan qurilishga ega 6 sotixdan iborat xonadonimiz, ya'ni kottejlarimizdan birini video obzorini e'tiboringizga havola qildik. Gaz, suvdan muammosi yo'q, dokumenti 100% toza va eng asosiysi krediti to'langan deyapti. O'shaning uchun bemalol pastdagi o'sha aytib o'tganimizdek 93 951 85 95 raqami aynan mana shu ma'lumotlarni, ya'ni biz tushirib qoldirgan ma'lumotlarni to'la ravishda hamma ma'lumotlarni o'sha raqamdan olasizlar. Narx navosi qanaqa deydiganlar uchun narx navomiz 82 ming kelishiladigan joyi bor albatta Shodiyor. Bemalol telefon qilib so'rashaversin, o'sha savdolashsin deyapti. O'shaning uchun endi bilmaymiz. Biz balkim 70 mingga berar, balkim 50 mingga, balkim tekinga berib yuboradi. Buni bizga qorong'i. O'shaning uchun 82 ming o'tib beriladigan joyi bor. Pastdagi raqamlar o'sha xonadon egalarining vakillarining nomeri. Bemalol telefon qilib ko'ringlar lokatsiyasini. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi 6 sotixlik kottej so'raganlar uchun maxsus chiroyli laykalari bosib, podelitsiya qilib mana shu videomizni maksimum tezlikda musofirdagilarga yuborib qo'ysanglar, nur ustiga a'lo nur, kimdir uyli, kimdir joyli bo'lib qolsa biz xursand bo'lamiz.